Sardormirzo.com taqdim etadi. 71-hikoya Salatu salomning foydasi. Sufyon Savriy Baytullohni tavof etar ekan, bir zotning tinmay salatu salom aytayotganini va u oyog'ini ko'targanda ham yerga qo'yganda ham salatu salom aytganini ko'rdi. Sufyon Savriy so'radi: "Sen qanday ahvoldasan ey inson? Boshqa duoni bilmaysanmi?" Yosh yigit: "Sen bu mamlakatda g'arib, musofirsan. Senga ahvolni tushuntirib qo'yay" dedi va so'zida davom etdi. "Men otam bilan Hijozga boradigan yo'lda ketayotganda otam vafot etdi. Janozasi o'qilmasdan oqshomgacha otam oldida yig'ladim, bo'zladim, uyqum kelib uxlab qoldim. Uyg'onib qarasam otamning yuzi siyoh bo'lib ketaverdi. Buni ko'rib tuklarim tikka bo'lib ketdi. Bir payt uzoqdan g'oyat nuroniy mushkanbardan xushbo'y taratib bir zot kelardi. U oyog'ini ko'tarib bosganida salatu salom keltirib otamning yoniga keldi va yuzidan to'nni ochdi. Qo'li bilan masih etgandek yuzlarini siladi. Otamning yuzi oppoq nuroniy bo'lib oqardi. Qaytib ketar ekan, men uning orqasidan yugurib yetib keldim va "Siz kimsiz, menga ayting" dedim. U menga javob berdi: "Men Hazrati Muhammadman, Abdullohning o'g'liman. Otang ko'p gunohlar qilgan edi. Menga nihoyatda ko'p salatu salom aytgani sababidan uning oldiga keldim. Menga salatu salom aytgan odamga shunday bir vaqtda yordamga kelaman" dedi. Izoh va o'git. Ey haq yo'lchisi, suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mening shafaatim buyuk gunoh qilganlarga bo'ladir deganlar. Sen payg'ambar alayhisalomga behad salovat aytishga intil, u senga shafaat qiladi inshaalloh. 72-hikoya o'limdan qutulib bo'lmaydi. Hazrati Sulaymonning yonida bir odam o'tirar edi. Shu payt Azroil alayhissalom odam suratida orqadan keldi. O'tirgan ul shaxs: "Bu odam kim yo Nabiyalloh?" deb so'radi. Hazrati Sulaymon alayhissalom: "Azroil" dedi. Ul shaxs payg'ambarga: "Meni tezda bu yerdan uzoqlashtir. O'lim farishtasi mening jonimni olmasin." Hazrati Sulaymon alayhissalom shamolga amr etdi, u Hind diyoriga ul shaxsni olib bordi. O'lim farishtasi darhol u tushgan yerda kutib oldi. Chunki o'lim farishtasi alayhissalom u odamni ko'pdan kuzatib yurardi. U odamning jonini Hind tuprog'ida olishga amr etilgandi. U Hazrat Sulaymon huzurida bo'lgani uchun o'lim farishtasi uning jonini olmadi, sabr etdi. Odam qo'rqib u yerdan qochdi, lekin o'limdan qutula olmadi. O'lim farishtasi uni kutib oldi va o'limdan qutulib bo'lmaydi deb aytdi. Izoh va o'git. Yer yuzida o'limdan qutulgan odam yo'q, bo'lmaydi ham. Har bir jonlining o'lim vaqti yetganda o'lishi bir haqiqatdir. O'lim insonni agar u bir qoya teshigiga berkinsa ham topadi. O'limdan qutulish yo'q, bo'lmaydi ham. 73-hikoya Ruh Rabbingga ochiq. Azroil bandaning jonini oyog'idan olmoqchi bo'ldi. Og'zi bilan qilgan amali unga qarshi chiqdi. Ya'ni o'qigani Qur'oni Karim va qilgan va'zi va zikri. Salatu salom Azroilga: "Senga bu tarafdan yo'l yo'q" dedi. Azroil Janobi Haqqa bu ahvoldan arz qildi. Janobi Haq Azroil alayhisalomga: "Bor, boshqa tarafdan jonini ol. Bu sening vazifang" deb buyurdi. Azroil alayhisalom qo'llaridan o'ldirishga va jon olishga kelar ekan, ular bilan berilgan sadaqalar, boshini silagan yetimlar, yozilgan diniy kitoblar, dushmanga urilgan qilichlarning hammasi keldi. "Yo Azroil, senga bu tarafdan ham yo'l yo'q" dedi. Azroil alayhisalom quloq tarafidan odamning jonini olmoqqa shaylanganda, bu safar bu quloqlar Qur'on tingladi, zikr, va'z eshitdi. "Yo Azroil, bu yerdan ham senga yo'l yo'q" dedi. Bu safar o'lim farishtasi ko'zlarini mo'ljalladi, biroq unga ko'zlarining qilgan ishlari, Qur'oni Karimni o'qishi, yetimlarga marhamat bilan qarashi va butun olamga ibrat nazarini tashlash kabi ishlar qarshi chiqdi. "Bu yerdan ham senga yo'l yo'q" dedi. Azroil alayhisalom uning oyoqlaridan jonini olmoqchi bo'ldi, ammo oyoqlari ila qilgan amallari qarshi chiqdi. Jamoat bilan namoz o'qishi, qadrdonlari, qarindoshlaridan xabar olgani barchasi qarshi bo'ldi. O'lim farishtasi bu tarafdan ham yo'l topolmaganidan so'ng Janobi Haqqa niyoz etdi, iltijo qildi. Alloh taolo: "Ismimni o'zingning kaftingga yoz. Uni qulimga, ya'ni bandamga ko'rsat" dedi. Azroil shunday qildi. Qul jonini sevinib taslim etdi. Ruh Alloh ishqi ila o'lim qiynog'ini sezmay uchib ketdi. 74-hikoya Namozda jonimni ol. O'lim farishtasi inson suratida borar ekan, bir mo'min bilan uchrashib qoldi va salom berib, salomini oldi. Azroil unga: "Mening senda bir ehtiyojim bor, ammo bu ehtiyojimni sir saqlashing sharti bilan aytaman" dedi. Ul odam: "Marhamat, xush kelding, qutlug' kelding, ayt qanday ehtiyojing, taklifing bor" dedi.
Azroil, men Azroilman, sening joningni olgani keldim dedi. Mo'min odam, qancha vaqtlardan beri men seni kutaman, kelganing qanday yaxshi bo'ldi, xush kelding dedi. Azroil alayhisalom, balki biror zarurating bordir, uni bitirib ol, so'ng joningni olay degan edi. Mo'min odam, mayli, mening ishim Alloh huzuriga borishdan zarur emas, mening orzuyim Alloh vasliga yetishmoqdir dedi. Azroil, u holda qanday orzu etgan bo'lsang, shunday bo'lsin dedi. Mo'min zot undan hech fursating bormi deb so'ragan edi. Azroil, ha, imkonim bor dedi. Mo'min, agar menga biroz fursat bera olsang, ber, 2 rakat namoz o'qib olay. Men sajdaligimda jonimni ol dedi. Azroil uning iltimosiga rozi bo'ldi va shunday jonini oldi. Darhaqiqat, Allohning amriga rioya qilib, unga binoan ish yuritgan mo'minlar shunday o'limni orzu qiladilar, shunday jon taslim etishni istaydilar. Ular o'lim haqqa yetishish ekanligini yaxshi biladilar. 75-hikoya. O'lim farishtasidan, ya'ni Azroilning qo'lidan qutulib bo'lmaydi. O'tgan zamonlarda bir podshoh yashar edi. Juda kibrli va g'ururli bo'lganidan insonlar qadrini bilmas, ularga marhamat qilmasdi. Hech kim uning oldiga kela olmasdi va dardini ayta olmasdi. Bir kuni muhofizlari, ya'ni soqchilari bilan otlariga minib sayr qilgani borar ekan, yo'lda inson suratida Azroil alayhisalom uning oldiga keldi. Azroil alayhisalom unga salom berdi va biroz to'xta, senda ishim bor dedi. Ammo podshoh Azroil alayhisalomni pisand qilmay yo'lida davom etmoqchi bo'ldi. Azroil alayhisalom uning otini yuganidan ushlagandagina podshoh darhol o'z ahvolini tushundi va menga ruxsat ber, otdan tushayin dedi. Azroil alayhisalom unga, yo'q, sen otdan tushmay turib bir ehtiyojim bor, ishim bor, boshingni egar ustiga eg, bir gap aytaman dedi. Hukmdor boshini egar ustiga egdi. Azroil alayhisalom unga, men